Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Qo'qon shahar Saxiy magazinimizda mana X kalibr hamda Kentaur Tiller ikkovini ot kuchi bir xil, korobkalari bir xil, farqini ko'rsatib, narxlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchidan ko'rsatib o'tamiz, ko'pchilik biladi, Kentaur Tiller firmali motoblogimiz. Xo'p, akkumulyatorli, statorli hamda 190 motorli motoblogimiz. Bunimizda ot kuchi 15 talik bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 15 ot kuchli motoblogimiz. Bu birkamizga qaramaysizlar, ko'pchilik 17 deb yopishtirib qo'ysa ham bu motorga e'tibor bermaydi, motorga ahamiyat bermaydi. Mana motorda akalar 190 yozuv bo'ladi. 190 15 talikka to'g'ri kelaveradi. 192 si ham bor, keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Bunimizda motor korobkalari katta bo'ladi, balonlari shiroki bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Balonlari 600 ga 12 lik balon bo'ladi. 212 ham bir xil. Endi bunimizda ramasi jinday baquvvatroq bo'ladi. Skorlarida, tuzilishlarida ancha farq qiladi. Lekin firmasi eng zo'r firma, o'zimiz olib kiradigan, ikkovini ham o'zimiz olib kiramiz. Bunimizda asosiy eski firmalardan ko'pchilik yaxshi biladi. Orqasiga plug, ochar, jatka o'rnatib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Balonda orasi razmerlarga tushaveradi. Balonda orasi, buni ham razmerlarini aytib o'taman. Hozirgi mashq holati bir bo'ladi. Bir balonda markazidan birdan kichkina bo'ladi. Ya'ni 90 dan 1 ga yaqinroq bo'ladi. Bunimizda orqasiga mana lemixlarigacha qo'yib qo'yganmiz. Bunimiz o'sha freza o'rnatilgan holatida legirovka qilish uchun qo'yiladi. Bunimiz korobkasi akalar katta korobkadan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Rasxodlari 1 litr, 1,5 litr rasxod qiladi, 1,5 litrgacha. Va rollari uzun bo'ladi. Rollini uzunligini sababi xavfsizlik jihatidan freza qo'yganlaringda oyoqlaring borib qolmasligi uchun. Va ko'pchilik tarsovoy deydi, ya'ni balonlari buriladi. 90 gradus, 180 gradusgacha buriladi. Komplektida freza pichoqlari bor va bitta plug yo ochari bo'ladi. Ikkovidan bittasini qo'shib beraman. Narxini videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilsalaring, narxlarini kelishtirib, optim narxlarda qilib beraman. Xo'p, endi X kalibr firmamizda aytib o'tadigan bo'lsam, bunimizda akkumulyatori birinchi o'rinda aytib o'taman, katta bo'ladi. Haqiqiy Damazda akkumulyatoridan bo'ladi akalar. Bittada zavat qiladi. 196 1100 zubrlarimizda zavat qilyapti bu akkumulyator. Ishonmaganlarga kelib, ispitaniya qilib, tekshirib beraveraman akalar bemalol. Bunimiz bittada zaryad qiladi, chunki katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Boklari, benzin boklari, stator, akkumulyator hamma tomonlama kapotlarigacha temir kapotdan qo'yilgan bo'ladi. Sababi buni aqabaqa birinchi minadigan odam bo'ladigan bo'lsa, urganda ishtima qilmasligi uchun. Kentaur firmamizda endi kimga qanaqasi kerak bo'ladi bilmayman. Bunimiz ham yaxshi. Buni kapotini yechib qo'yishadi. Sababi minishni bilmaydigan odam darrov kapotini sindirib qo'yishi mumkin. Endi qanotlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu o'ta baquvvat, ramasigacha baquvvat bunimizda. Lekin Kentaur Tillerda ramasi bunikidan ancha baquvvat bo'ladi. Bunimizning garantiyasi 1 yil garantiya beraman. Balonlari va mana zavodskiy pasportlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlari shiroki balondan bo'ladi, 600 ga 12 lik, rollari ham uzun bo'ladi akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Tayyor holatda turibdi mana. O'tatib, yurg'izdirib, yog'larigacha quyib, tayyor holatga keltirib beraveramiz. Narxlari kelishilgan holatda bo'ladi, lekin hozirgi holatda buni yog'i ham, benzini ham hech nimasi bo'lmaydi. Yog'larigacha olib bersalaring akalar, yurgizdirib beraveramiz. Benzinini quyib, ishlatib, tekshirib, garantiyalari bilan beraveraman. O'ziqlari havoli bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Havoli akalar. Yaxshi, ancha garantiyasi 1 yil garantiya beraveraman ikkoviga ham. 1 yil garantiya zavodskiy defektiga beriladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana to'liqroq ma'lumotlar videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Narxlarigacha telefonda aytib o'tiraman akalar. Telefon qilsalaring bemalol boshqatdan tanishtirib o'taman, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Videolarimizni kuzatib boringlar.